Assalomu alaykum hammaga. Do'stlar, jigarlar, charchamayapsizlarmi? Kuninglar yaxshi o'tyaptimi? Xo'p, sizlar bilan Murod Silver YouTube kanali va Kamina Navro'zov Murod anchadan beri ICT yo'nalishi bo'yicha Forex bozorida ishlab kelaman va bugungi olayotgan videoyim hammani qiziqtirib kelayotgan o'sha hozirgi kunda judayam bir populyarniy temaga aylanayotgan futures akkauntlari haqida. O'zi ko'pchilik so'rayotgandi, bu akkauntlar bilan qanday ishlash, qanaqa qilib pozitsiyaga kirish, qanaqa qilib stop loss qo'yish, qanaqa qilib take profit qo'yish. Juda ko'p botga mana shunaqa savollar keladi. O'shaning uchun mana shu videoni tayyorlashga qaror qildim. O'zi futures akkauntlari bizga kerakmi? Futures akkauntlarini hozir shu kungacha ishlab kelayotgan safety akkauntlardan qanaqa farqi bor? Bizga bu kerakmi? Qanaqa minus taraflari bor, qanaqa plus taraflari bor? Mana shular haqida bugun gaplashamiz bolalar. Qo'ldan kelgancha, imkonim yetguncha tushuntirishga harakat qilaman. Iloji boricha jaydari, oddiy qilib tushuntirishga harakat qilaman. Aynan bugun futures akkauntlarini. Xo'p. Videoni boshlashdan oldin bitta narsani aytib o'tib ketib qolaman. Agar bu video siz hozir ko'rayotgan bo'lsangiz va meni Telegram kanalimga podpiska bo'lmagan bo'lsangiz, ya'ni ulanmagan bo'lsangiz, mana shu videoni opisaniyasida Telegram, Instagram kanallarimni joylashtirib ketaman. Silkasini Telegram kanaliga, Instagramga o'tib olishlarini so'rab qolaman. Sababi Telegram kanalida har kuni kunlik ideyalar, bozorga qanaqa qarash, nimalarga e'tibor berish, xullas hamma narsa ikir-chikirlar o'sha Telegram kanalida har doim berib boriladi. Xo'p, ana endi yana bitta sizlarga yangiligim bor. Bu videoni maksimal darajada qo'llab-quvvatlab olishlarini so'rayman. Bu videoda like bosib, izoh kommentariyalar qoldirib qo'llab-quvvatlashingizni so'rayman, chunki ko'pchilikka manfaatli bo'lishini istardim. Xo'p. Keyin yana bitta yangilik. Bu yangilikni video davomida aytib o'tib ketaman, oxirida yoki o'rtasida bo'ladimi? O'sha video davomida aytib o'tib ketaman. Juda ham manfaatli yangilik bor. Xudo xolasa sizlar uchun bu narsa. Bo'lmasa cho'zib o'tirmaymiz, boshlaymiz. Tak. Safety va futures akkauntlari haqida gaplashamiz bolalar. O'zi safety akkauntlar bu nima? Safety akkauntlar hozir shu kungacha ishlab kelgan hamma akkauntlarimiz, mana MetaTrader 5 da, MashTrader da, CTrader da ishlab kelayotgan hamma akkauntlarimiz shu paytgacha safety akkauntlar deyiladi. Ya'ni MetaTrader da bemalol pozitsiyaga kira olamiz. Buy sell bemalol ocha olamiz. Futures da sal boshqacharoq. Unda MetaTrader yo'q. Unda CTrader, MashTrader unaqa nima deydi? Osonroq platformada ishlamaydi. Bu sal qiyinroq futuresdagi ishlash jarayoni aytayapman-da. Bu sal qiyinroq. Safety da bu juda ham oson. Shu paytgacha masalan biz MetaTrader 5 da bemalol buy sell, bir lot, ikki lot bilamiz. Hisob-kitobi juda ham oson. Risk menejmentlarini hisoblash osonroq, lekin safety da shunaqa, futuresda sal boshqacharoq. Bu haqda hali gaplashamiz. Endi safety akkauntlari mana shu paytgacha ishlab kelgan akkauntlarimiz qonun qoidalari bilan futures akkauntlarining qonun qoidalari sal boshqacharoq. Futuresda ham siz buy sell bemalol ochasiz. Bemalol Nasdaqda, Euro USD, GBP USD, oltinda xuddi safety akkauntda
qanaqa paralarda savdo qilgan bo'lsangiz, futures prop akkauntlarda ham xuddi shunday savdo qilsak bo'ladi. Lekin degan tarafi bor. Bu yerda maqsad sal boshqacharoq. Maqsad. Ya'ni qali bularning o'rtasidagi akkauntlarning o'rtasidagi farqlarni ham tushuntirib o'taman. Undan oldin aynan bu nega biz safetydan futuresga o'tishimiz kerak degan savol bo'ladi. Lekin bu narsa hammaga to'g'ri kelmaydi. Bu narsa oldindan aytib o'tib ketaman. Futures akkauntlar siz oldin safety akkauntlarda daromadga chiqqan bo'lishingiz kerak. Ya'ni siz safety soddaroq variant. Futures murakkabroq. Endi safety brokerlar bilan savdo qilinadi. Futuresda unaqa emas. Futuresda pramoy bozor provider liquidityga ulanasiz va pramoy bozorda savdo qilasiz. Bu bilan buni ancha farqi bor. Shu taraflama, lekin o'sha Euro USD, GBP USD, Nasdaq, tilla hammasida savdo qilaverasiz. Ikkalasida ham. Xo'p. Safetyda soddaroq, futuresda qiyinroq. Lekin safetyda brokerlar bor, har xil shpilkalar, yolg'on harakatlar bo'lishi mumkin, lekin futures akkauntda u bo'lmaydi. U chista bozorda o'zi bilan. Mana bunda brokerni har xil o'yinlari bo'lsa, ya'ni shpilkalar har xil variantlar bo'lsa, bunda unaqa narsa bo'lmaydi. Bu pramoy bozor provider liquidity bilan ulangan holda savdo qilasiz. Xo'p. Endi bunga o'tishdan maqsad nima? Bu soddaroq bo'lsa, bu qiyinroq bo'lsa, maqsad nima? Maqsad futuresda maksimal darajada katta balans, katta depozit bilan, minimal risk bilan katta daromad olish. Ya'ni siz shu paytgacha safetyda ishlab keldingiz, yaxshi payoutlar qildingiz, win rate'ingiz yaxshi, ana undan keyin siz futuresga o'tishingiz kerak. Bo'lmasa bu qiyin bo'ladi. Futuresda savdo qilish qiyin bo'ladi. Futuresda общий drawdown'i juda ham kichkina. Ya'ni общий yo'qotishi juda ham past. Bilasizlar, safetyda общий yo'qotishlar odatda 10%. Lekin futuresda unaqa emas. Futuresda 4%. Xo'p. Hozir buni ham hammasini farqini yana misollar bilan ko'rsatib o'taman. Xo'p. Endi futuresda siz shaxsan o'zimda manfaatim, o'zimga kerak bo'lgan narsa depozitni katta qilish. Depozitni katta qilib, minimal risk qilib, katta daromad olish. Mana shu narsani futures sizga shu imkoniyatni beradi. Uning uchun siz safetydan yaxshi natijaga erishgan bo'lishingiz kerak. Bo'lmasa bu juda ham qiyin. Boya aytgandek, общий просадкалari juda ham past, win rate'ingiz yaxshi bo'lishi kerak. Xo'p, o'zi futuresga ikkita maqsad bilan kirsa bo'ladi. Birinchisi, futures akkauntlar arzon turadi, safetyga qaraganda. Va odatda bir etapli anaqasi ham foyda maqsadi ham kichikroq. Hozir uni ham anaqalar bilan tushuntirib o'taman. Ya'ni demoqchi bo'lganim, futuresda o'sha boya o'tgandek maksimalniy darajada depozitni katta qilib olib, minimal risk qilib, katta daromad qilish. Endi tasavvur qiling, $1 million shotingiz bor. Futuresda $1 million. Bu juda ham katta pul. $1 million futures akkauntlaringizni oldingiz. Albatta $1 million bittada shot ola olmaysiz. 50 minglik, 100 minglik, 150 minglik shotlardan har xil proplardan olib turib, hammasini bittaga ulab, bitta buy yoki bitta sell knopkasi orqali hamma akkauntlarni boshqarsa bo'ladi. Bu degani siz $1 million
nima deydi, depozit qilib olib turib ishlasangiz bo'ladi. Endi qarang, tasavvur qiling, bu haqda hali gaplashamiz. Qanaqa qilib 1 million qilish kerak, nima qilish kerak. 1 million dollarlik shot sizda bor. Xo'p, 1 million dollarlik shotda minimal risk. Tasavvur qiling, 1 million dollar shotingiz bor, minimal risk. Keling 0.50 deylik. 0.50. Bu degani 5000 dollar pul bo'ladi. Bu 0.50 da siz 0.50 bemalol xotirjam qila olasiz. Bosimi bo'lmaydi. Ya'ni bitta zo'r tarafi bor-da. Katta depozit bilan kichkina risk qilsangiz ham siz katta daromadda qilasiz. Katta daromad ola olasiz, chunki depozit katta bizda. Xo'p, tasavvur qiling, 0.50 risk. 0.50 risk 1 ga 3 oldingiz. 1 ga 3. Ya'ni 5000 dollar bilan savdoga kirdingiz, 1 ga 3 sotenshiyada foyda oldingiz, siz 15000 dollar foyda qilasiz. Bitta zelkada 15000 dollar. Bu juda ham zo'r bolalar, juda ham zo'r. Bu safetyda qiyin. Safetyda chunki siz 1 million dollar qilishni imkoniyati yo'q. Imkoniyati bor, qanday? Boshqa har xil proplardan olasiz. 100 ga, 200 ga olib turib ishlaganingiz bilan ularni bir-biriga ulay olmaysiz. Bu mumkin emas. Safetyda. Futures mana shuni imkoniyati bergan. Ya'ni futuresda siz boshqa broker, boshqa pro firma, ya'ni deylik mana Funded Nextdan 300, Funding Tixdan 300, My Funded FXdan misol uchun 300, mana shunday qilib turib har xil futures brokerlar, prop kompaniyalaridan, kechirasiz, broker deb aytman, futures, har xil futures prop kompaniyalaridan 300 $300 qilib turib shotlarni olganingizdan keyin ularni hammasini bittada qilib turib, bittada ishlash imkoniyati bor. Xo'p, safetyda unaqa emas. Safetyda siz trade kopiya qila olmaysiz, bu mumkin emas, qonun qoidalariga to'g'ri kelmaydi yoki bitta Safety Pro kompaniyasidan ikkita shot olsangiz, ikkalasida bir xil pozitsiya ochib bo'lmaydi. Bu bo'lmaydi. Shuning uchun aytayapman, boyagi gapni boshiga qaytaman. Siz 1 million futuresda 1 million dollarlik shotda 0.50 risk qilib 15000 dollar oldingiz, lekin safetyda 15000 dollar olishingiz uchun bu juda ham qiyin. Deylik, masalan, sizda 100 k akkaunt bor. Siz 0.50 risk qildingiz, 500 dollar. 1 ga 3, 1.5 dollar ola olasiz. Bunda 0.50 risk qilib turib 15000 dollar olasiz. Bunda 0.50 risk qilib turib 1.5 dollar foyda qilasiz. Meni mana o'zimni shaxsiy maqsadim, o'zi ko'pchilikning maqsadi, futuresga kirishning maqsadi shu. Katta depozit, minimal risk, katta daromad. Mana shu maqsadda, katta deponi boshqarish maqsadida futuresga o'tiladi. Xo'p, safetyda u boshqacharoq. Endi bu birinchi maqsad, bu ko'pchilik futuresda ishlayotgan traderlarning ko'pchiligining maqsadi. Endi yana boshqacha maqsad bor. Bu yerda bu narx arzon futures akkauntlarda, lekin qonun qoidalari sal qiyin. Shuni hisobiga narx arzon. Xo'p, oladi, birdaniga dangillatib savdo qiladi, arzonga. O'tsa o'tdi, o'tmasa kuyadi. Misol uchun ekranga qaraydigan bo'lsak, 50.000 dollarlik shot safetyda 50.000 dollarlik shot 299 dollar, ya'ni 300 dollar. Xo'p, futures Funded Next futuresda 50.000lik misolda aytyapman. 50.000 dollarlik shot 149 dollar. Bu yana skidka beradi. Men o'zim shaxsan Funded Next'ning futures akkauntida Rapidda 100 dollardan, ya'ni 99 dollardan oldim. 99 dollardan oldim. Endi 99 dollardan oldingiz. Bunda 50.000likda 3 ta olasiz. 3 ta. Xo'p, men bundan bitta olasiz. Endi qaranglar. Hozir. Xo'p. Bundan bitta oldingiz 300 dollarga. Endi qonun qoidalari ham bor-da bu yerda. Men buni birinchi bosqich 8% qilishingiz kerak. Ammo bunda 3000 dollarni o'zi turibdi, ya'ni 6%. Siz
mana bundan bitta oldingiz. Hop, bitta oldingiz $100 skidkada. Xo'p, даже o'zini narxida olsangiz ham $149, $150 olgan taqdiringizda ham bitta oldingiz, ishladingiz, 3-6% qayerda-yu, 8% qayerda. Xo'p, qarang endi. 6% bajardingiz. 6% bajardingiz. Deylik keling bajara olmadingiz. Xo'p, kuydi. Xo'p, sizda yana men buni olgandan ko'ra, men bunda yana bitta imkoniyat bor-ku, chunki $150 ga olganmiz buni. Futures account. Yana nima qilamiz? Yana bitta olamiz, yana 6% ko'tarishga harakat qilamiz. Ya'ni $3000 ko'tarishga harakat qilamiz. Xo'p, bunda unaqa emas, qaranglar. Bunda $300 ga olyapsiz, 8% ko'taryapsiz. Ko'tarilmasangiz account oqayapti. Yoki ikkinchi 8% o'tkazgandan keyin yana siz ikkinchi marta ko'tar deyapti. Ya'ni ikkinchi bosqichdan o't deyapti. Bunda unaqa emas. Futuresda bir marta 6% ko'tarib bera olsangiz bo'ldi. Bo'ldi, sizga account beriladi. Endi yana bitta shunaqa akkauntlar bor. Futures akkauntlar oylik to'lovi bor. Oylik. Bu qanday bo'ladi? Siz bitta akkaunt olasiz, oylik to'lov qilasiz. Adashmasam, top stepniki hozir esimda $50 edi. $50. Top stepniki $50. Bir oyda o'ta olmasangiz, keyingi oy yana plus $50 to'laysiz. Lekin agar funded bo'lsangiz, $150 qo'shimcha to'lovi bor. Lekin anaqada bunday emas. Funded Next'da bunaqa emas. Keyin Funding Tix bor. U ham yaxshi futures broker, futures pro Funding Tix. Unda o'zim shaxsan skidkada $38 dan 50 ga shot olganman, ikkita. O'tdi, уже etapga o'tib pul yechdim уже. Qaranglar, Funding Tix'da $38 ga ikkita 50 ga shot oldim. Ikkita 50 ga, lekin buni qoidasi bor. Buni bir oyda o'tishingiz kerak. Bir oyda. Bo'lmasa bo'lmaydi. Endi qarang, buni Funding Tix'da $38 dan olgan shotingizni bir oyda o'tsangiz, bir oy muddat beryapti senga o't deb. Bir oyda o'tsangiz bo'ldi, qolgan to'lov yo'q. Bo'ldi, mana shu $38 ga siz ikkita akkaunt qancha bo'ladi? $76. To'g'rimi? $76 ga siz 100 ga futures account ola olasiz. 100 ga. $76 ga. Bu вообще zo'r narsa. Вообще zo'r. Safety'da siz mana qarang, 100 ga prop shot $550. Ya'ni bu Funded Next misolida o'zi odatda $500 dan kam emas. 100 ga. Lekin 38 plus 38 ikkita 50 ga shot $76 ga men 100 ga shot oldim. Bu zo'r. Lekin buning qonun qoidalari bor. Buni bir oyda o'tishim kerak edi va buning umumiy prosatkasi 4%, ya'ni $2000 edi. Bunda boshqacha, safety'da boshqacha. Bunda umumiy yo'qotish 10%, bunda 4%. Buni farqi bor. Yana bu orqasidan zarar ko'tarilib keladigan farqi bor. Xo'p. Yana gapni boshiga qaytamiz. Xo'p. Endi boya tushuntirib o'tganimdek, $300 safety'da 50 ga shot siz deylik Funded Next'dan oldingiz. Funded Next lekin bir oyda o'tasan degan narsa yo'q. Shuni oldindan aytib qo'yay. Funded Next Futures akkauntlarini bir oyda o'tasan degan narsa yo'q. $150 to'laysiz 5 skidkada. Lekin tez skidka beradi. $150 to'laganingizdan keyin sizga akkauntni beradi. U o'tganingizdan keyin ham to'lovi yo'q. Bo'ldi. Shu $150 hozir menda Funded Next'da ham futures accountim bor. Uje anaqada u Funded bo'lgan, uni ham o'tganman. Tak, 4 ta edi, ikkitasi uxladi, ikkitasi turibdi. Ikkitasini to'g'risi Funded bo'lgandan keyin uxlatib qo'ydim. Xo'p, qarang, endi men bunda o'tayapsizda 8% ko'taryapsiz, hali sizga bergan yo'q akkauntni, safety account. 8%. Va ikkinchisi
Xo'p, o'tdingiz. Ikkinchi etapdan o't deyapti 5%. Bu 13%. Bu o'zi aslida juda katta, juda qiyin narsa. Juda qiyin narsa. Lekin buning umumiy prosatkalari ko'p bo'lgani uchun bunda amallasa bo'ladi. Lekin bunda unaqa emas. Bunda 4%, yaxshilab aniq qilinglar. 4% umumiy yo'qotish, kunlik prosatka degan narsa yo'q. Ya'ni siz mana safetyda bir kunda 5% yo'qotishga haqqingiz bor, umumiy prosatka 10%, to'g'rimi? Bir kunda 5% yo'qotsangiz bo'ladi, ya'ni $2,500. 2 kunda 2,5 qilsangiz akkaunt uxlaydi 10,000 bo'lib. Safe futuresda unaqa emas. Futuresda siz kunlik prosatka yo'q, ya'ni umumiy $2,000 yo'qotishga haqqingiz bor. Umumiy 2. Endi buni olganingizdan keyin yana qiyin tarafi bor. Buni olganingizdan keyin, masalan, bitta akkaunt oldingiz, Futuresda bitta akkaunt oldingizda, hop, ko'tardingiz. Masalan, bugun 51,000 qildingiz. 51,000 qildingiz. 51,000 qilganingizda sizni bugun yopildi, kuningiz yopildi, savdo qilmadingiz, $1,000 ga ko'tardingiz 51,000. Ertangi kuni orqangizdan zararingizdan $1,000 ko'tarib qoladi. Ya'ni aytadi, sen deydi 49,000 ga tushirsang deydi, akkaunt olib qo'yaman deydi. Tushundingiz-a? Siz bugun 51,000 qildingiz, 49,000 ga tushirsang deydi, oldin birinchi kun o'zi 48,000 edi. To'g'rimi? 4% anaqada edi. Minus qilishga haqqingiz bor edi. Mana bu yerda yozib qo'ygan. $2,000 deb. Mana maksimal yo'qotish chegarasi $2,000. To'g'rimi? Ana endi siz bugun $1,000 foyda qildingiz, ertangi kuniga o'tdingiz, anaqangizga kirsangiz, dashboardingizga kirsangiz yozib qo'yadi, sen 49,000 gacha tushirishga haqqing bor deydi. Ya'ni 2,000. Xo'p, bugun ham yana $1,000 foyda qildingiz, 52,000 ga shotingiz chiqdi. Ertangi kuni sizni shotingiz 50,000 ga ko'tarilib qoladi umumiy yo'qotishingiz. Ya'ni siz 50,000 ga tushirsangiz akkaunt uxlaydi. Xo'p, endi 53,000 qilsamchi yoki 52,500 qilsamchi, 52,500 qilsangiz umumiy yo'qotishingiz 50,000 da turaveradi. 50,000 dan yog'iga o'tmaydi. 50,000 da turaveradi. Funded bo'lganingizdan keyin ham xuddi shunday. Ya'ni umumiy yo'qotishingiz orqangizdan yurib to 50,000 gacha chiqib oladi. Siz 52,000, 53,000 bo'lganingizda ham 50,000, 54,000 bo'lganingizda ham 50,000 bo'lib turaveradi. Undan ko'tarilib ketmaydi, orqangizdan 51, 52 bo'lib ketmaydi, 50 gacha chiqadi, bo'ldi. O'shandan keyin siz endi bitta narsa bor, shu yerda funded bo'ldingiz. Bo'ldi, yutdingiz, funded bo'ldingiz, yaxshi ishladingiz, funded bo'ldingiz. Endi qanaqa qilib ishlaymiz? Endi mana bu yerda muvaffaqiylik faqat moliyalashtirish keyingi hisob deyapti. Ya'ni konsensus degan narsasi bor, buni 40% dan oshib ketmaslik kerak. Bu nima? Bu sizni stabil ishlashingizga olib keladi. Ya'ni bu nima? Siz doim bir xil risk bilan, bir xil foyda bilan yurishga o'rgatadi. Ya'ni bugun masalan $1,000 foyda qildingiz, ertaga 700, undan 800, undan keyin 300, mana shunday qilib turib 1000 da orasida yursangiz bo'ladi. Bu degani sizni safetyda sal boshqacharoq. Mana shu narsasi haqida gaplashaylik. Safety account, prop akkauntlarida masalan o'zimda ham bor, 100 k akkauntda bitta zelka ochdim. Bitta zelka ochdim, 5000 ko'tardim, bo'ldi, yechib olaman. To'g'rimi? Yo'q. Anaqada futuresda bunaqa emas, bolalar. Bunaqa emas. Futuresda deylik 0,50 risk qildingiz, 50 minglik shotga deylik, 50 minglik shotda 0,50 risk, $250 risk qildingiz, $750 ga foyda oldingiz, to'g'rimi? 1 ga 3 ishlab $750 oldingiz, shu bilan kun yopildi. Ertangi kuni $750 da yecha olmaysiz. Dashboardga kirasiz, aytib qo'yadi. Og'ayni deydi, sen bugun $750 qilsan deydi. Qaysidir summaning 40% $750 bo'lsa deydi,
sen deydi pulingni yechib olasan deydi. Bu qanday? Deylik, o'zimdan bo'lgan holatdan kelib chiqaman, o'zimdan bo'lgan kes. Xo'p, men Tixda $8 foyda qilibman. Funded shotda $8 foyda qilibman. Keyin dashboardimga kirib qarasam, aytayapti, sen kechirasizlar, Funded Nextda mana bunda $900 foyda qildim. $900 foyda qildim. Endi aytayapti, sen deyapti, o'sha $900 endi bugun deyapti, sen $900 foyda qilibsan deyapti. $900 deyapti. $2400 ni deyapti. 40% deyapti. Mana yerda qonun qoidada yozilgan-ku mana. 40. Tushunyapsiz? Ya'ni jaydarroq qilib tushuntirishga harakat qilaman. Demoqchi bo'lyapti, mana bu $900 deyapti, 2,5 ni 40% deyapti. Ya'ni $10,000 40%, $4,000, to'g'rimi? 2,5 ni 40%, $900. Ya'ni aytayapti, sen bugun $900 foyda qildingmi deyapti. Sen shotingni 2,5 ga ko'tar deyapti. Keyin pul yechishga ruxsat beramiz deyapti. Bu narsa sizni ping-pong o'yin qilishdan saqlaydi. Siz stabil daromad olish uchun bu narsa zo'r bolalar. O'zi aslida bu narsa zo'r narsa. Ko'pchilik bu qiyin ekan, uydi yo'q bolalar. Bu aslida zo'r narsa. Sizni stabil risk bilan ishlashga olib keladi. Masalan, men bugun 900, ertaga 800, undan 700 bilan stabil ishlab daromad olib kelishimga olib keladi. Xo'p, Funded Nextda mana shunaqa, umuman hamma prop kompaniyalar deyarli shunaqa, konsensus bor. Endi siz 2,5 ga qildingiz. Endi bitta narsaga e'tibor bering. Bugun $900 foyda qildingiz, funded bo'lganingizdan keyin $900 foyda qildingiz. Ertangi kuni deylik $1,500 foyda qildingiz. Unda nima bo'ladi? Unda yana sizning foyda maqsadingiz ko'tarilib ketadi. Ya'ni 1,5 bola og'ayni deydi. Sen deydi, kecha $900 foyda qilibsan, xo'p, bugun 1,5 ming qilib qo'yibsan. Ani endi deydi, o'sha 1,5 mingni qanaqadir summaning 1,5 mingi 40% bo'lishi kerak deydi. Bu deydi, примерно $3,5 ga to'g'ri keladi. Endi sen $3,5 shotingni ko'tarsang, pulingni olasan deydi. Pulingni olasan. Shuning uchun nima qilish kerak? 1/3 satenshinada ishlaydigan bo'lsak ham, 1/3 satenshinada ishlaydigan bo'lsak ham, 0 risk futures akkauntlar uchun zo'r. 0 risk. 0 risk 1/3 bugun ishladingizmi, shu bilan to'xtatasiz. $750. Endi savol, og'ayni, $750 unaqa katta emas-ku deyishingiz mumkin. O'zi aslida $750 zo'r pul, katta pul. Xo'p, siz endi 50 ga haqida gap ketyapti. Endi siz $1 millionlik 50 ga shotlarni yig'ib olgansiz. Boshida aytib o'tdim-ku, katta depozit qilish imkoniyati bor, kopiya qilish imkoniyati bor deb. 50 ga shotlardan 20 ta olgansiz. Har xil prop kompaniyalardan, futures prop kompaniyalar. Hammasini bitta qilib Ninja Traderga ulab, Tradeway'da savdo Trading View'ga bitta akkauntingiz glavni qilib turib savdo qilyapti. Endi $1 millionlik shotingiz bor. 50 minglikdan 20 ta. Xo'p, boya aytdim. 0 risk turib $250 foyda qildingiz. 750 ga ko'tardingiz. Ana endi sizda nechta akkaunt bor? 20 ta akkaunt bor. Ko'paytiring 750. 7,5 ming. Общий 15 ming. Ya'ni 10 ta akkaunt 50 ga bo'lsa, 750 dan har bittasi savdo qilganimizdan keyin 7,5 ming bo'ladi. To'g'rimi? Chunki hammasida ochiladi-da. 20 ta akkauntingiz bo'lsa, hammasida $250 dan risk qilinadi, $750 dan foyda turadi. Qo'shasiz $15,000 foyda turadi. Bu zo'r-ku, bu zo'r. 0 risk bilan $15,000 bitta zerkada ochib ketyapsiz. Ras ertangi kuni ham 750, 650, 500, mana shu 750 dan oshirmayapsiz. Ras 3-kuni ham shunday qilyapsiz, bo'ldi. Foyda maqsadiga erishyapsiz. Ras zayavka beryapsiz, $1000 dan har bitta akkauntingizdan yechib olyapsiz. Misol uchun 20 ta akkaunt $1000 dan zayavka berdingizga $20,000 yechib olyapsiz. Endi savol, safety'da $20,000 qilish osonmi? Yo'q do'stlar. Juda ham qiyin. Yani 100 minglik shotda 20% ko'tarish juda ham qiyin. Lekin
1 millionlik shotda 0,50 risk turib 1,5% ko'tarsangiz siz 15 ming dollar pul olyapsiz. Buni osonlik tarafi mana shunda. Mana shunda. Mana futures akkauntlarining farqi, foydasi nima uchun kerakligini sizlarga qo'ldan kelgancha tushuntirdim. Xo'p. Tak. Yana nima qolib ketdi sizlarga aytilmagan? Xo'p. Boya aytib o'tdim. Safety'da 50 ga shot 300 dollar. Hozirgi kunda Funded Next Futures accountdagi 50 ga shot 149 dollar. Lekin bu juda ham ko'p skidka beradi. Skidkada olsa bo'ladi. Xo'p, shunda ham Mamundan bitta olgandan ko'ra Mamundan ikkita olib turib ishlasa bo'ladi. Xo'p, Mamuni ko'tarish umumiy foydasi 3000 dollar. Mamuniki birinchisi bo'ladi 8%, 4000 dollar, keyingisi 2500 dollar. Mana Mamuniki 2 etapli, Mamuniki 1 etapli. Endi bunda lotlar bo'lmaydi. Futures accountda lotlar bo'lmaydi. Bu haqda endi tushuntirib anaqa qilib o'tirmayman, chunki bu TIXlar, kontraktlar bilan ishlaydi. Juda chuqurlashib buni tushuntirib o'tirmayman. YouTube'da juda ham ko'p mikro, mini degan kontraktlar ochiladi. Buni tushuntirib o'tirmayman. Xuddi bizning lotlarimiz bularda mini, makro kontraktlar ochsa bo'ladi. TIX har bitta TIX yurganda bir mini ochsangiz palon summa kelib turadi. Xuddi safety accountda lot bo'lsa, bunda kontraktlar mana shunday o'lchanadi. Bo'ldi. Bu yerda boshqa narsa yo'q. Buni anaqada ham o'rgansangiz bo'ladi. Hozir tushunib olmoqchi bo'lgan, sizlarga tushuntirmoqchi bo'lgan asosiy narsam safety bilan futuresni nima uchun olishimiz kerak, futuresni o'sha maqsadini tushuntirmoqchi bo'ldim. Maqsadini. Ya'ni ikkita maqsad. Birinchisi katta depozit, minimal risk, katta foyda. Ikkinchisi Mamunga 300 dollar bergandan ko'ra Mamunga 2 marta olib turib 2 marta o'zingiz sinab ko'rsangiz bo'ladi. Yoki kechanaqa TIX, Funding TIX o'zim olganman 38 dollardan. Onasini ham 300 dollarga nechta beradi? 50 dollardan bo'lganda ham 6 ta beradimi? 6 ta beradi. 38 где-то 8 ta account beradi 50 gadan. Bitta safety'da 50 ga 50 minglik shot olgandan ko'ra Funding TIXda 8 ta 38 minglik anaqadan 8 ta olsa bo'ladi. Endi pul anaqasini hisoblab aytyapman-da, 8 tani bangilab tashlasangiz bo'ladi. Birinchisi o'tmasin, ikkinchisi o'tmasin, uchinchisi o'tmasin, to'rtinchisi o'tib ketar, beshinchisi o'tib ketar. 8 ta imkoniyat bor demoqchiman. 50 minglik shot siz qo'lga kiritishingiz uchun 8 ta imkoniyat bor bu futuresda. Safety'da unaqa emas. Safety'da bitta oldingiz, birinchi 8%, keyin 5% ko'tarish kerak. Futuresda unaqa emas. Lekin bu degani safety yomon degani emas. Bolalar, bu degani safety yomon degani emas. Bu juda ham yaxshi. Ayniqsa yangi boshlayotgan odamga bu juda ham yaxshi. Buni umumiy prosatkasi ko'p. Keyin boyanaqa 40% stabil ishlashing kerak degan narsa yo'q. Masalan, bir kunda 2000 dollar foyda qilib qo'ysa, o'shani shunday yechib oladi. Qiyin taraflari yo'q. Juda soddaroq demoq. Futures sal qiyinroq. Kontraktlarni o'lchash va hokazo bu qiyinroq. Ana endi sizlar bilan hozir akkauntga kirib turib, qanaqa qilib сделка ochish, qanaqa qilib stop loss qo'yish, qanaqa qilib TP qo'yish, mana shu narsalarni ko'rsataman bolalar. Tak, mana o'zimda anaqam Funded Next Futures akkauntlarim ikkita qoldi. Bittasi 49979 dollar, bittasi 48505 dollar bo'lib qoldi. Anaqaga orqaga qarab ketdi buni anaqasi. Xo'p. Mana bunda ochamiz. Bittasini tanlaymiz, mana. Bittasini tanlaymizda mana bunga kiramiz, trade weightga kiramiz bolalar.
Xo'p, bitta narsani aytib o'tmoqchiman bolalar, yangiligim bor degandim sizlarga. Xo'p, bu yangilik shundan iboratki, men YouTube'da jonli savdoni boshlamoqchiman. Buning uchun sizdan faqat поддержка bo'lish kerak. Layklar bilan, kommentariyalar bilan поддержка qilib tursangiz, mana shu video hozirgi qo'yilgan aynan mana shu videomiz mingta layk bosilsa, YouTube'da har kuni New York Killzone'da Nasdaq'da eng ko'pida M1 time frame'da makrolarda birlama ishlaymiz. Men o'zim shaxsan YouTube'da pramo efirda yoqib qo'yaman. Birlama ishlaymiz, lekin buning uchun sizdan bitta qo'llab-quvvatlaydigan narsa mana shu hozirgi chiqqan videoga like bosishingiz kerak. Like 1000 tadan o'tsa bo'ldi. 1000 tadan o'tsa, men shaxsan o'zim har kuni New York Killzone'da pramo efirda jonli savdo qilamiz. Sizlar bilan birga. Nima uchun kiryapman, qayerga stop loss qo'yapman, qanaqa qilib ochyapman, qanaqa qilib take profit qo'yapman, hammasini o'rgatib birlama ishlaymiz sizlar bilan. Va agar kimdir futures account olayotgan bo'lsa, mana shular ham men ochayotganda nechta kontraktlarni men o'lchab ochaman. O'sha paytda qiynalayotgan bolalar, o'sha kontraktiga nechta ochishni bilmayotgan bolalar, o'sha men ochgan paytda nechta kontrakt ochsam, o'shanday ochib ishlasa bo'ladi. Bu signal emas bolalar. Yana qaytarib o'taman, menda hech qachon signal kanal bo'lmaydi. Bo'lmagan ham, bo'lmaydi ham. Bu chista mana shu auditoriya uchun qilinadigan ish. Sizlar uchun, sizlarga shu foydasi tegishi uchun qilinadigan ish. O'shaning uchun qo'llab-quvvatlab, поддержка qilib 1000 ta like yig'ilsa bo'ldi. Va albatta YouTube kanalimga obuna bo'lib qo'yishingiz kerak. Bu pramo efir faqat подписчиклар uchun amal qiladi. Подписсыз подпискада bo'la olmasangiz, kira olmaysiz. Faqat подпискада bo'lgan odamlar uchun pramo efir yoqiladi va har kuni New York Killzone'da birlama har kuni men skip bermasam bo'ldi. Ishlar yo boshqa ishlarim chiqib, xullas kompyuterda oldida o'tirib savdo qilsam, albatta pramo efir yoqiladi va men pozitsiyaga kirsam, sizlar ham kirasizlar, xohlagan kirsin, xohlagan kimga yoqmasa kirmasin. Men kirayotgan sabablarimni o'sha yerda tushuntiraman, hammasi aytiladi. Mana shunday qilib turib ishlaymiz bolalar. Mana shuning uchun agar sizga bu narsa qiziq bo'lsa, albatta подписка bosib qo'ying YouTube'ga, chunki bu yopiq bo'ladi. Bepul sizlar uchun va hozirgi kunda bilasizlar, futuresda eng ko'pida, ya'ni Nasdaqda yaxshi imkoniyatlar beryapti. Sizlarda M1 time frame'da qanaqa qilib makro time frame'larda ishlashni o'rganamiz, birlama ishlaymiz. Xudo xolasa yaxshi bo'ladi. Video lekin 1000 ta like yig'ishi kerak. Buning uchun siz поддержка qilishingiz kerak bo'ladi. Xo'p, sizlarga video davomida aytib o'taman degan yangiligim shundan iborat. Kelinglar endi. Xo'p. Savdo qilishni o'rganamiz. Nasdaq. Xo'p, mana bu ko'rib turganlaring Tradeweb platformasi. Aynan mana shunda futures akkauntlarda savdo qilinadi bolalar. Mana shu akkauntlarda savdo qilinadi. Xo'p, endi mana bu yerga kiradigan bo'lsangiz, mana bundoq kirsangiz, group degan joyi bor. Mana buni bundoq turib ajratib qo'ysangiz ham bo'ladi. Bundoq turib. Endi siz agar ikkita akkaunt olgan bo'lsangiz, mana yaxshilab ko'rib olinglar. Mana akkaunt degan joyga kirasizlar. Manage group bor. Mana gruppaga to'g'rilab qo'yasizlar. Mana gruppa qilib qo'yasizlar. Bundan maqsad siz bittasida bitta kontrakt olsangiz, ikkinchisi ham ochiladi. Siz ana pullik to'lovni qilib turib kopiya qiladigan saytga ulanib pul to'lab o'tirmaysiz. Buni ishlasangiz. Hali men o'zim ham kopiya qiladigan saytga ulanganim yo'q. Mana
o'zi mana bu yoqda bundoq turadi. Bundoq turib, gruppa qilib qo'ysangiz bo'ladi bolalar mana. Mana menda funded turibdi mana. Funded turibdi. Hozir bittasini ochsam, ikkala akkauntimda ham сделка ochiladi. Xo'p. Endi kelinglar funded qilmaylikda bittasini ochaylik, chunki hozir shunchaki bekordan bekorga ochamiz. O'shaning uchun bittasini ochishimiz kerak bo'ladi. Kechirasizlar. Xo'p, mana buy, market, sell, market turibdi. 5 minut time frame ga olamiz. Mana shunda savdo qilinadi bolalar. Xo'p. Endi 5 minut time frame, masalan deylik, mana bu FVG dan sell olmoqchisiz. Sell limit qo'yib qo'yasiz. Sell limit. Kelinglar, bitta kontrakt olamiz. Bitta kontrakt. Sell limit. Mana sell limit qo'yildi bitta. Endi stop loss qanday qo'yiladi? Stop loss siz sell limit qo'yganingizda albatta stop loss buy stop bo'ladi. Mana buy stop bitta. Mana order failed deb pozitsiya ochildi, sell, lekin stop loss'i mana tepada. Ko'ryapsiz? Mana shunday qilib turib stop loss qo'ysangiz bo'ladi. Buy stop qo'yasiz. Sell limit qo'ydingizmi? Buy in take profit. Deylik, mana bunga take profit qo'ymas. Qanaqa bo'ladi? Buy limit bo'ladi mana. Ko'rdingizmi? Mana. Pozitsiyaga kirildi. Stop loss qo'yapmiz. Buy stop. Sell ochganingizda buy stop, take profitimiz ham buy limit bo'ladi. Mana shunday qilib turib, agar stopga borsa, men buy ishlab ketib, bir-biri bilan yeyishib ketib, сделка yopiladi do'stlar. Mana shunday qilib turib ishlanadi. Tak. Sizlar mana pozitsiyani yopamiz. Mana exit at market qilsalaring, pozitsiyalar hammasi yopilib ketadi. Birdan pozitsiyadan chiqib ketmoqchi bo'lsalaring, exit at market bosasizlar, birdaniga pozitsiyadan chiqib ketadi. Tushundilaringmi? Tushundilaring. Mana men bergan misol uchun kattaroq time frame o'tkazaman. Tushunishlaring uchun. Deylik, mana bu buy side'dan sell olmoqchisiz mana. Buy side'dan, mana tepadagi buy side'dan sell olmoqchimisiz? Sell limit qo'yasiz. Keyin ustiga hisoblab turib, buy stop qo'yasiz. Bu stop lossingiz. Bundoq turib, take profit mana bu low'da bo'lsa, mana sell ochyapsiz-ku, low'ga take profit qo'yish uchun buy limit qo'yib qo'yamiz. Mana bo'ldi. Mana e'tibor bering, bittadan kontrakt hammasida turibdi. Mana shu zonaga borganda sell pozitsiya ochiladi. U dakansi yurib ketadigan bo'lsa, mana bu yerda nima bor? Buy stop bor. Bitta kontrakt buy stop. Bitta kontrakt buy stop turibdi, to'g'rimi? Tepaga borganda agar stop loss tarafga yurib ketsa, buy stop ishga tushadi-da, sizni sell pozitsiyangiz bilan buy stop pozitsiyangiz ochilib, birga ochilgandan keyin bir-biri bilan yeyishilib, pozitsiya yopilib ketadi. Tushundingiz-a? Endi take profitga ham shu. Take profitga kelganda buy limit ishga tushib ketadi. Bitta buy limit ishga tushib ketib, boyagi sellingiz yopilib ketadi. Endi hop, bu sellidan misol ekan. Qaranglar, o'chirib tashlaymiz hammasini. Mana o'chirib tashladik. Endi buy olmoqchi bo'lsak-chi? Buy olmoqchi bo'lsak ham xuddi shunaqa. Masalan, deylik, mana 15 minutlik FVG turibdi ekan. O'sha yerdan order blok bilan buy olmoqchisiz. Bundoq qilasiz, buy limit qo'yasiz, mana buy limit qo'yasiz. Low'ga stop loss qo'yish uchun sell stop qo'yasiz. Mana sell stop. Bitta kontraktingizni o'lchaysiz. Nechta kontrakt kerak bo'lsa, mana bir kontrakt buy olmoqchisiz. FVG dan 15 minut FVG dan low'ga bir kontrakt sell limit qo'yasiz. Take profit mana buy side da bo'ladigan bo'lsa, buy side ga borib turib, sell limit qo'yib qo'yasiz. Mana buy olmoqchi bo'lsangiz, take profit ga sell limit qo'yib qo'yasiz. Sell limit. Ko'rdingiz-mi? Mana shunday qilib turib ishlanadi. Kelib turib sizda buyingizni olgandan keyin buy limitga olib turib, yana borib turib buy side ga chiqsa, sell limitni oladi-da,
pozitsiya o'z-o'zidan yopilib ketadi. O'z-o'zidan yopilib ketadi. Yoki buy limitkangizni olib turib, stop lossga qarab yuradigan bo'lsa, sell stopni oladida, birga bitta sell stop kontrakt turibdi-ku, sizda bir lot buy bor edi. Shuni olib keladi stopingizga kelib turib, bir-biri bilan yeyishadi-da, pozitsiya yopilib ketadi. Mana shu ko'pchilik so'ragan narsa, aynan trade weightda qanaqa qilib stop loss qo'yish, qanaqa qilib take profit qo'yish. Endi agar anaqaga bormasdan turib yopib yuborsamchi, bo'ladi. Mana buni bosasiz, hammasi yopilib ketadi. Endi yana bitta savol shu yerda. Deylik siz deylik mana bu yerdan 2 lot buy olmoqchisiz qaylarga? Buy side-ga. Ikkita kontrakt. Ikkini bosasiz, mana ikkini bosganingizdan keyin bundoq turib buy limit qo'ydingiz. Stop lossingiz mana buy sell limit. Mana buy olmoqchi bo'lsangiz, take profitingiz sell limit bo'ladi. Endi narx orqaga qaytib turib, buyimizni olsa, ikkita kontrakt ochdik-ku. Haydiga yetib bormayapti. Limitga ochildi-da, xullas save qilmoqchisiz. Ya'ni siz pozitsiyani yarmini yopmoqchisiz. Unda nima bo'ladi? Unda o'sha qayerda turgan bo'lsa, siz bitta kontraktingizni yopmoqchisiz. Chunki biz mana qaranglar, ikkita kontrakt ochdik. Bittasini yo'lda yarmida yopmoqchisiz. Ya'ni yaxshi foydaga kirdi, yopmoqchisiz, save qilmoqchisiz. Bittasini dakansiz ushlamoqchisiz. Nima qilasiz? E'tibor bering. Buyimizni olgandan keyin ozgina yurdik, foydaga chiqqanimizdan keyin ikkita kontrakt ochdik. Bittasini yopsak bo'ladi. Ikkitasini yopsangiz hammasi yopilib ketadi. Siz prosta yarmini olib qo'ymoqchisizda foydani. Yarmini olib qo'yishingiz uchun turgan joyida bir qilib turib, buy ketyapti-ku, sell market bosib olasiz. Tushundingizmi? Mana turgan joyida bitta sell marketni bossangiz, sizni mana bu yerdagi ikkita kontraktingiz bitta bo'lib qoladi. Bittasi boyagi sell market bilan yeyishib ketadi. Bu save qilishni o'rgatyapman. Tushundingizmi? Ya'ni buyingiz bor, yaxshi foydaga chiqdi. Lotni ham yopamiz, yarmini. Ikki lot ochgan bo'lsangiz, bir lotini yopasiz. Xuddi shunaqa narsa bunda. Xuddi shunaqa narsa. Buning uchun buy ochgansiz, buy pozitsiyada foydada turibdi. Yarmiga borganda bitta kontrakt mana bu yerga 1 deb qo'yasiz. Mana 1 deb qo'yib turib, sell bitta bossangiz, mana bu yerda ikkita ochgan buy kontraktingiz bitta bo'lib qoladi-da, bitta kontraktingiz yopilib ketadi-da, sizga qanaqadir foyda qoladi. Yarmi qoladi. Yarmi dakansiz ushlaysiz. Endi siz mana bu yerda 2 lot kontrakt ochdingiz, mana bu yerda 1 lotini yopdingiz, faqat tepadagini ham mana bundoq x qilib, chunki bitta kontrakt qoldi-da, bir sell limit qilib qo'yish esdan chiqmasin. Bo'lmasa, nima bo'ladi? Agar mana bu yerda ikkita tursa, siz boya bittasini yopib oldingiz-ku, mana bu yerda lekin ikkita sell limit turibdi. Shuni olib boradi-da, o'tib ketadigan bo'lsa, bitta kontraktingiz yopiladi-da, yana bitta kontrakt sell ochilib ketadi. Ya'ni bu tepaga ketaversa, mana bu yerda ikkita kontrakt qolib ketgan bo'lsa, bu dakansa tepaga yuradigan bo'lsa, sell limit ishga tushib ketadi. Ya'ni bitta kontraktni yarmini fix qildingiz, bitta kontrakt qoldi, tepaga boryapti, lekin mana boshida biz ikkita kontrakt qo'ydik take profit uchun. O'shani bittaga o'zgartirmasangiz, bitta kontrakt bilan yeyishadi, bittasi qolib ketib, sell pozitsiyasi ochilib ketadi. O'shanga kontrol bo'lish kerak. Atak bo'lmasa, umuman bundoq turib olib tashab, buy side-ni yechganda, bundoq turib общий qilib yechib ketsangiz bo'ladi. Xullas, do'stlar, bugungi sizlarga ulashmoqchi bo'lgan narsam shundan iborat. Xo'p, kecha aytgandim, Funding Ticksda account qildim deb, o'shani videosini ham shu videoga qo'shamiz dedim. Faqat hali bittasiga zaявка berganman, hali Binance'imga tushgan yo'q. O'sha tushsa mana $890, $1000 ga ruxsat bergan. $890 so'raganman, hali tushgani yo'q. Bu tushib bersa, keyin ikkinchisini so'raymiz. Ya'ni mana bundoqdir, mana ikkita akkaunt bor. Mana ikkita akkaunt. Xo'p.
52.300 da turibdi foydada. Bunisi ham mana 52.300 dollar foydada turibdi bolalar. Bittasini hozir zaявga berganman. Agar yechilsa, ikkinchisini ham zaявga beraman. Xo'p, zaявga berish qanaqa bo'ladi mana? Buni ham ko'rsatib o'tib ketaman. Mana mukofotni so'rash degan joyiga bosamiz. Xo'p, inglizcha qilib qo'yaylik mana. Mana bu yerda accountingizni tanlaysiz. Pul yechmoqchi bo'lgan accountingizni tanlaysiz. Xo'p, mana bu yerda kriptoga tanlaysiz. Mana bu yerda kripto adresingizni qo'yasiz. Mana bu yerda yechmoqchi bo'lgan summangiz masalan $1000 deb bosasiz. Mana bu galochkalarga yoqtirib galochkaga qo'yib chiqasiz. Shu bilan pul yechish 890 bossangiz zaявка qabul qilinadi. Bo'ldi do'stlar, mana shunaqa qilib pul yechiladi. Xo'p, video foydali bo'lgan bo'lsa, manfaatli bo'lgan bo'lsa xursandman. Albatta like bilan qo'llab-quvvatlaysiz degan umiddaman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar bolalar.